Bu dostojeniyani tezroq bajarmoqchi bo'lsangiz, men sizga uyni tez ko'tarishni usulini o'rgataman. Uyni tez ko'tarish uchun nima qilish kerak? Albatta, kattaroq plyus beradigan mebellarimiz va qurilish materiallarimiz bo'lishi kerak. Uyimizga kirib olib, uyimizni mana bunaqa holatga keltirib olishimiz kerak. Keyingi ishimiz yassi yuza qo'yish. Sizlarga maslahatim, u yopishtirsa bo'ladigan yassi yuzani devor o'rnatib, devorni ustiga yassi yuzani qo'yib, ikki tarafiga ham oba yopishtirishinglarni maslahat beraman. Keyin mebel va qurilish materiallarini qancha limit qo'ygan bo'lsa, o'shancha qilib joylashtirib chiqamiz. Kattaroq plyus beradiganlarni birinchi o'rnatib chiqinglar maslahatim. Hammasini qurish limitini full qilganimizdan keyin uyni saqlashda bu joyni bosmanglar, uylar qurilish rejimida qolib ketadi. Uy qurilishi uchun bino yaratishni bosamiz va okni bosishimiz kerak va yana bir marta bino yaratishni bosamiz va qurilishga ruxsat beramiz va chop etilguncha kutib qayta kirsak uyimiz qurilgan bo'ladi.